Assalomu alaykum do'stlar. Men qulupnay biznesi bilan shug'ullanaman. Shu qulupnay biznesida qulupnaydan yaxshi daromad bo'ladi. O'z tomorqamda kichkinagina 6 sotixlik tomorqamda qulupnay yetishtiraman. Qulupnaydan yaxshi daromad qilaman va qulupnayga qo'shimcha sifatida mana shunday pomidor ko'chatlarini yetishtirib, qulupnaylar orasida ekib, pomidordan ham daromad qilish yo'lini o'rganganman. O'tgan yili mana shunday pomidorlar ko'chatlarini mana shunday qulupnaylar orasida o'rtasida 20-fevral kuni qulupnaylarning orasini kilonkasini yorib, mana shu qulupnaylarimizni o'rtasiga mana shu ko'chatlarimizni Dantina navli ko'chatlarimiz bular. Ko'chatlarimiz salkam 1 oylik bo'lib qoldi. Sekinroq chiqdi. Bizda 20-fevralgacha ko'chatlarimiz tayyor bo'lsa, mana shu issiqxonamiz va yana 10 sotixlik issiqxonamiz bor. Shu issiqxonamizda qulupnaylarimizni orasida pomidorlarni ekib va to pomidorimiz tugaguncha videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Doimiy nima berganman, nima oziqa berilgan, hammasini videolarni kuzatib borsalaring, mana shu Instagram sahifamda joylab boraman.